Homiladorlikka tayyorgarlik paytida nima uchun tahlillar topshirish kerak? Homiladorlikka tayyorgarlikni kamida 1 yil oldin boshlash kerak. Bu vaqt hamkorlardagi yetishmovchiliklarni tuzatish uchun yetarli. Ba'zan bemorlarimdan shunday gapni eshitaman. Axir ko'pchilik baribir homilador bo'lib, bola tugadi-ku, nima bo'pti? Lekin agar bolalar nevrologlarida qanday katta navbat borligini, qancha bola endokrinologga qatnashini ko'rsak, unda hammasi ham yaxshi emasligini tushunamiz. Homiladorlikka tayyorgarlik ko'rilmasligining oqibatlari nafaqat homila davrida, balki bola tug'ilgandan keyin ham namoyon bo'lishi mumkin. Bu muammolarning ildizi er-xotinning homiladorlikdan oldingi sog'ligi va tayyorgarlik darajasida. Ba'zan ayol homiladorlikka tayyorlanish uchun keladi, lekin u allaqachon himoyalanmayapti. Shuning uchun homiladorlik ehtimoli bor. Tahlillar olamiz, og'ichlarni aniqlaymiz. Masalan, tik yuqori bo'lib chiqadi. Bu miya rivojlanishiga ta'sir qiladi yoki gomotsistein. Bu esa nerv naychasi rivojlanishiga ta'sir qiladi. Yana ferritin, D vitamini ham past bo'ladi. Bular esa umuman hamma narsaga ta'sir qiladi. Bu paytda tuzatish kiritish allaqachon kech bo'ladi. Bunday homiladorliklar ko'pincha 12 haftagacha rivojlanmaydi, chunki organizmda to'liq va sog'lom inson yaratish uchun resurs yetmaydi. Bu holatda tabiiy tanlanish mexanizmlari ishga tushadi va afsuski homiladorlik to'xtab qoladi. Endi hech narsa qilib bo'lmaydi, chunki homiladorlik rivojlanish jarayoni juda tez kechadi. Tayyorgarlikni boshlash uchun ayol ginekologga borib, homiladorlikni rejalashtirayotganini aytish kerak. Shifokor kresloda ko'rikdan o'tkazadi. Xlor, onkotologiya, inson papilloma virusi, HPV testi, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarga pisir tahlilini oladi. Kichik chanoq va sut bezlari o'zini qiladi. Anamnez yigadi va shu anamnez asosida individual tekshiruv rejasini tuzadi. Reja ayolning shikoyatlariga, tanasining holatiga, terisi, sochlari, tirnoqlari, ichak harakatlarining muntazamligiga, allaqachon qo'yilgan tashxislarning mavjudligi va soniga bog'liq bo'ladi. Ba'zan shunday bo'lishi mumkinki, shifokor hech qanday reja tuzmaydi va hammasi yaxshi, hech qanday tekshiruv kerak emas deb aytadi. Bunday holatda boshqa shifokorga borib, baribir tekshiruvdan o'tish kerak. Va agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, unda siz homiladorlikni xavfsiz rejalashtirishingiz mumkin.